Bismillahirrahmanirrahim. Şu joylarga keltirgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Mana shu joylarda bizga mehnat qilib, pullarni yig'ib, onajonim obore, dadajonim obore deb, nimaga o'g'limga minglarcha rahmat. Bola chaqalaridan ko'rsin, bolalaridan ko'rsin. Xudoyim shunaqa kunlarga hamisha yetkazib borsin. Yanagi yil yana shu vaqtlarga yana kelishga nasib aylasin. Mehnatlarini rohatini ko'rsin bolam. Tinchlikda yuraylik, sog'lik bo'lsin, yurt ellarimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz ham tinch bo'lsin, sog'lom bo'lsin. Boshlig'imiz Ulug'begimiz ham tanjallari sog' bo'lsin, buni baxtiga onasini ham tanjallari sog' bo'lsin. Hamisha ko'rishib yuraveraylik. Gapiring. Avvalo, shu kunlarga yetgan Allohga shukr. Mana bugun bizni guruhimizni ziyoratga chiqdik va Sulaymon Rojiman masjidiga keldik. Juda go'zal joylar ekan mana. Shu yerda mana hozir shom namozini ham birgalikda o'qib chiqdik. Inshaalloh go'zal joylarda yetib kelganimizga Allohga shukr. Deb bizni guruhimiz rahbari va Ulug'bek hojiga ham katta rahmat aytamiz. Shunchalik bizni guruhda chiroyli qilib olib yurib, mana hamma joylarni tanishtiryapti, joylarga. Hali yana ko'p joylarga boramiz. Doim hammani ham shu yerga yetkazib bu qadamjolarimizni qilgan duolarimiz ijobat bo'laversin hammamizga. Sog' bo'laylik, tinch bo'laylik hammamiz.